tuzaq hosiliga parfyumlarni to'g'ri tanlash haqida bir nechta tavsiyalar berib o'taman. Balkim kimgadir foydasi tegib qolar. Parfyumlarni tanlayotganda birinchi o'rinda parfyumni flakoniga, tashqi ko'rinishiga ahamiyat bering. Masalan, mana bunday to'q rangdagi, ichidagi suyuqlik ko'rinmaydigan flakondagi parfyumlar bu o'tkir hidli bo'ladi va bularni kechki tadbirlarga sepish joiz. Biroz ranglari qizg'ishroq bo'lgan parfyumlar mana bunday ko'rinishda ozgina qizg'ishroq ko'rinadigan parfyumlarni kunduz kunlari sepsa bo'ladi, lekin bu parfyumlar klassik psixotipga xos bo'lgan jiddiy kiyinadigan ayollarga mos, chunki bular biznes lediman degan shleyf qoldiradi o'zidan. Kunduz kunlariga, har kunlikka sepish uchun yoki turmush o'rtog'ingizni oldida, umuman yaqinlaringiz oldida sepishingiz mumkin bo'lgan parfyumlarning ranglari och rangda bo'ladi va bular mana bunday pastelniy ranglarda, nafis ranglarda bo'ladi. Bu parfyumlar yumshoq hisoblanadi va ularni siz kunduz kunlari bemalol yaqinlaringiz oldida sepib yurishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda tana spreylari bor va tana spreylari dush qabul qilgandan keyin sepiladi. Ayniqsa kechki paytlar yoki bo'lmasam yotishdan oldin bularning hidi juda ham yumshoq bo'ladi va siz yaqinlaringiz oldida, turmush o'rtog'ingiz oldida, farzandlaringiz oldida приятный hidda bo'lib yurishingizga yordam beradi. Parfyumlarni tanlayotganda shakliga ham albatta ahamiyat bering. To'rtburchak shakldagi iforlarning barchasi klassik psixotipdagi ayollarga to'g'ri keladi. Oval shaklidagi yoki dumaloq shakldagi iforlar ular romantik psixotipdagi yumshoq xarakterlardagi ayollarga to'g'ri keladi. Nomlariga to'xtaladigan bo'lsam, Bulgari atir hamma ayollarga to'gri keladi. Burberry Weekend atiri ham hamma ayollarga mos keladi. Lekin bizda Chanel bor, Coco Mademoiselle yoki Coco Gabriel. Umuman Chanel atirlari biznes ledi ayollarimizga ko'proq mos keladi va jiddiyroq xarakterdagi ayollarga xos. Yves Saint Laurent mana ko'rinishidan bantikchalari bor va har xil ham округленный, ham to'rtburchak shakllari bor bo'lganligi uchun bu ham yumshoq xarakterli ayollarga ham, klassik psixotipdagi ayollarga ham mos keladi.